E'tibor markazidan Yakkasaroy tumani Rakat mahallasiga qaratamiz. Orientir beradigan bo'lsam, Rakat korzinkasi 100 metr bo'lar ekan. Katta ko'chadan 100 metr kirganda mana shu hovlimizni sotuvga tushgan. Umumiy yer maydon 382 sotixga tushgan. Yer maydoni tushgan hovlimizni sotuvga tushgan. Bu mahallani bilganlar biladi, narx-navolarni o'zingizlar bilasizlar. Ichkari kirib aniq beramiz. Video davomida narxini ham aytamiz. Hovlimizdan bardakligi ozgina ahamiyat bermaysizlar. Bu hovlimizga 3 yildan beri odam kelmas ekan. Endi oyma-oy birov kelib turishar ekan tozalashga. Lekin ko'p kelishmas ekan, bardakligi ozgina ahamiyat bermaysizlar. Aytib o'tgandek, fasad razmeri 13 metr, uzunasi 29 metr bo'lyapti. Qaranglar, bu tarafda tepada balxonalar ham bor, bu tarafda binosi. Erta tarafda ham o'zining binosi bor, bu tarafda ham alohida asosiy binosi bor. Asosiy binosi 2 xona, hojatxonasi bor ekan. Asosiy binosi 2 xonasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgan keyin katta mehmonxonamiz, oldida yotoqxonamiz bo'lyapti. O'rtada esa yashil hudud, mevali daraxtlar ekilgan. Bardakligi ozgina ahamiyat bermaysizlar. Bu tarafda mana ayvonlari ham bor ekan tepada. Bu tarafda balxona chiqish qismimiz bo'lyapti. Aytib o'tgandek, fasad razmeri 13 metr, uzunasiga 29 metr bo'lyapti. 382 sotixga tushgan yer maydonli hovlimiz sotuvga tushgan. Rakatamiz Yakkasaroy tumani Rakat mahallasida bo'lyapti. Rakat korzinkasi 100 metr bo'lar ekan. Katta ko'chadan 100 metr kirganda mana shu uyimiz sotuvga tushgan. Bu mahallani bilgan, biladi, oldida qadda baland uylangan, bu uyimiz ham uni oldida qolishmayapti. Uyimizning narxini 320 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o't bergan joylari ham bor. Bemalol egalariga telefon qilib, savdo barakasini qilsanglar bo'ladi. Rakat mahalladan uy joy qidirganlar bo'lsa, mana shu videomizni tashlab qo'yish esingizdan chiqmasin.